boshqa konteynerdan, tanasi boshqa bir konteynerdan topilgan o'zbek qizi uchun turkiyalik opa-singillarimiz bunt ko'tarishib, ayollarning haq-huquqini aynan Durdona uchun haqiqatda talab qilishayotgan bir vaqtda o'zimizni o'zbeklarni miyasida har qanaqa bo'lmas trendlar aynan bu holatga keltirganligi uchun ayol kishini o'zi aybdor degan ayblovlar bilan chiqishyapti. Qay darajada to'g'ri, уже jabrlanuvchi bu dunyodan o'tgan insonni yana ayblash yengiltak bo'ladimi, xiyonat qiladimi, boshqa narsa bo'ladimi? Hech qaysi bir musulmon, jins haqida gapirmayapman. Hech qaysi bir musulmon boshqa bir musulmonni hattoki o'ldirishga haqqi yo'q. Qani o'zbek ayollarning ichidagi jinsiy solidarnost, blogerlar chiqib Qobiljonni o'ldirishganida ruslar aybdor, odam bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi, kofir bir balolar deb gapirib chiqqan edinglar. Boyagi Durdonani o'ldirgan erkak kishi ham o'zbek. Bu safar kimni aybdor qilmoqchisiz? U erkakda psixologik qilgan yoki kimda travmalar bor degani ayol kishi aybdor degani emas. Bu yerda qanaqa holat bo'lganligi faqatgina yaratganga ayon. Qizlar, oxirida gapirmoqchi bo'lgan yagona gapim, o'qinglar, o'rganinglar, o'zinglarning ustinglarda ishlanglar, chet el davlatga ketib o'tirish shart emas. O'zbekistonda ham ancha-muncha qulayliklar, imkoniyatlar juda ham ko'p, o'sib rivojlanishinglar uchun. Lekin chet elda ishga majbur bo'lgan, ya'ni o'qish uchun, ishlash uchun ketgan vatandoshlarimiz ham kam emas. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Meni fikrim bo'yicha ozroq qiyinroq chora-tadbirlar ko'riladigan bo'lsa, aynan bunaqa holatlarga, insonlarga nisbatan bunaqa vaziyatlar kamaygan bo'lar edi. Durdonani esa yaqinlariga sabr tilayman.